bugungi darsimizda biz o'tgan safar boshlagan present simple doimiy ish harakatini ta'riflaydigan hozirgi zamonda gapirishni o'rgangan edik va bugun bu darsni davom etamiz va urg'uyimiz inkor gap tuzishga qaratiladi hamda so'roq gaplarni berishga. Demak, inkor gapda quyidagicha fe'llar tuzlanadi. I don't work. Men ishlamayman. You don't work. Sen ishlamaysan. Agarda uchinchi shaxs birlik he, she, it bo'lsa, unda doesn't shaklida inkor shakli yasaladi. Doesn't work. He doesn't work. U ishlamaydi. We don't work. Biz ishlamaymiz. You don't work. Siz ishlamaysiz. They don't work. Ular ishlamaydilar. Demak, xulosa, present simple zamonida inkor gapni yasash uchun bizga yordamchi fe'l don't kerak hamda faqatgina uchinchi shaxs birlikda doesn't yordamchi fe'lidan foydalanamiz. Fe'l o'z infinitiv shaklida qoladi. So'roq gapda yordamchi fe'l do, you, I, we, they olmoshlariga ishlatiladi hamda fe'l infinitiv shaklda va he, she, it u uchinchi shaxs birlikda does yordamchi fe'ldan foydalanamiz. Do you work? Sen ishlaysanmi? Does he work? U ishlaydimi? Ahamiyat beramiz. Qisqa javob ha. Yes, I do. No, I don't. Ha, ishlayman. Yo'q, ishlamayman. Qachonki savolimiz do bilan boshlansa, qisqa javobda shu yordamchi fe'ldan foydalanamiz. Bu haqida alohida mavzu qilamiz, so'roq gaplar tuzish haqida. Demak, hozirgi asosiy beradigan urg'u present simple zamonida bizga inkor shaklida don't, doesn't, so'roq gaplarda do, does kerakligini yod oling.